9 nafar. Quorum bor, kengash o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Majlisni ochiq bo'lishi bo'yicha takliflaringiz qanday? Ochilsin degan taklif bo'lyapti. Iltimos shuni tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qo'l ko'tarib. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Ilmiy kengashimizni ochiq deb e'lon qilaman. Demak, sizlarning e'tiborlaringizga kun tartibini aytmoqchiman. Ikkita himoyamiz bor. Birinchisi 01 matematik analiz ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun talabgor Ergasheva Sharofat Hamrayevaning bir xil zarrachali sistemalarga mos Schrödinger operatorining muhim va diskret spektri mavzusidagi dissertatsiya ishi himoyasi. Ikkinchisi bu 0102 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun talabgor Xudoyorov Ulug'bek Obilmalik o'g'lining modifitsirlangan Kartege de Vries Liouville tenglamasini davriy cheksiz zonali funksiyalar sinfida integrallash mavzusidagi dissertatsiya ishi himoyasi qo'llanilyapti va har xil masalalarimiz bor. Shu kun tartibi bo'yicha qanday fikrlar bor? Tasdiqlasak bo'ladimi? Qarshi betaraflar bo'lmasa tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Bo'lmasa kun tartibining birinchi masalasiga o'tamiz. 01 matematik analiz ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun talabgor Ergasheva Sharofat Hamrayevaning bir xil zarrachali sistemalarga mos Schrödinger operatorining muhim va diskret spektr mavzusidagi dissertatsiya ishi Samarqand davlat universitetida bajarilgan. Ilmiy rahbar fizika matematika fanlari doktori professor Abdullayev Joniqul Ibragimovich, rasmiy opponentlar Rasulov To'lqin Huseynovich, fizika matematika fanlari doktori professor va Bozorov Islom Namozovich, fizika matematika fanlari nomzodi, dotsent. Yetakchi tashkilot talabgorning shaxsiy hujjatlariga doir materiallar bilan tanishtirish uchun so'z kengashimiz ilmiy kotibi Ahmad Miyassarovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematika fakulteti ehtimollar nazariyasi va amaliy matematika kafedrasi assistenti Ergasheva Sharofat Hamrayevna tomonidan dissertatsiya himoyasi uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlar ilmiy kengashga taqdim qilingan. Ergasheva Sharofat Hamrayevna 1990-yil 18-noyabrda Buxoro viloyati Qorako'l tumanida ishchi oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali, 2 nafar farzandi bor. U 2008-yilda Buxoro viloyati Qorako'l tumanidagi 8-sonli maktabning 11-sinfini bitirgan. 2010-yilda Navoiy davlat pedagogika instituti fizika matematika fakultetiga talabalikka qabul qilingan hamda 2014-yilda Navoiy davlat pedagogika institutini tamomlagan. 2015-2017-yillarda Navoiy davlat pedagogika institutida aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi mutaxassisligi bo'yicha magistratura bosqich tahsil olgan. 2017-20-yillarda Navoiy davlat pedagogika institutining matematika o'qish metodika kafedrasi assistenti, 2020-22-yillarda Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti, 2023-yil 11-yanvardan Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ehtimollar nazariyasi va amaliy matematika kafedrasi assistenti hisoblanadi. 2025-yildan Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematika analiz kafedrasi mustaqil izlanuvchisi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 16 ish chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktor dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalar nashr qilishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 7 ta, jumladan 2 ta xorijiy va 5 ta respublika jurnallarida ishlari nashr etilgan. Sharofat Ergashevaning dissertatsiya avtoreferatining elektron nusxalari ilmiy kengash veb sahifasi va Ziyonet ta'lim tarmog'iga joylashtirilgan. Ergasheva Sharofat Hamrayevaning dissertatsiyasi axborot rus markazi Qirg'iziston son raqam bilan ro'yxatga olingan. Malaka imtihonlaridan olgan baholari chet tili
56 ball, 3 mutaxassis fanlardan 4 76 ball. Barcha hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy test komissiyasining ilmiy darajalar berish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan rasmiylashtirilgan. Talabgorning shaxsiy hujjatlari bo'yicha ilmiy kotibimizga savollar bormi? Ilmiy kengash a'zolaridan. Savollar yo'q. Rahmat. Rahmat Miyasorovich. Dissertatsiyaning asosiy mazmuni va natijalarini bayon etish uchun so'z talabgor Ergasheva Sharofat Hamrayevaga beriladi. Marhamat. Knopkani bosing, amal ish kerak. Assalomu alaykum ustozlar, assalomu alaykum sovet a'zolari. Ruxsat bersalaringiz, bir ma'ruzamni boshlamoqchi. Baland gapiring, ular ham eshitishi kerak. Prezentatsiya. Dissertatsiya mavzusi bir xil zarrachali sistemalarga mos Schrödinger operatorining muhim va diskret spektri deb nomlanadi. Dissertatsiya ishi kirish, uchta bob, xulosa va foydalanadigan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Qo'ymayman bunaqa saytni. D o'lchamli panjara ZTda ikki zarrachali sistemaga mos hash energiya operatorining bog'langan holatlarini o'rganish, unga mos hashga Schrödinger operatorlar oilasining xos funksiyalarini o'rganish masalasiga keltirish birinchi ishda asoslangan. Agar H0 operator muhim spektrining bo'sag'asi xos qiymat yoki rezonans bo'lsa, u holda barcha nolmas kallarda hamda D 3 dan katta bo'lganda hashga Schrödinger operatorining diskret spektri bo'sh bo'lmasligi ikkinchi ishda isbotlangan. Uchinchi ishda ikki o'lchamli panjarada ikki bozonli sistemaga mos Schrödinger operatori hashkaning tanlangan potensiallarda cheksiz ko'p invariant qism fazolari va cheksiz sondagi xos qiymatlari mavjud ekanligi ko'rsatilgan. O'tkazib yuboring. D o'lchamli panjarada juft bilan o'zaro qo'shni tugunlarda ta'sirlashuvchi 3 fermiyanli sistemaga mos H Schrödinger operatorining muhim spektri 4-ishda tavsiflangan. 5-ishda ikki o'lchamli Evklid fazosida 3 fermiyanli sistemaga mos Schrödinger operatori qaralgan. Agar sistemada ikki zarrachali qism sistemalar manfiy energiyali bog'langan holatlarga ega bo'lmasdan nol energiyali rezonansga ega bo'lsa, u holda bu sistemada cheksiz ko'p uch zarrachali bog'langan holatlarga ega bo'ladi. Agar Y bilan energiya operatorining -y'dan kichik xos qiymatlari soni belgilansa, u holda ushbu munosabat o'rinli ekanligi isbotlangan. Dissertatsiyaning birinchi bobi chegaralangan operatorlarning spektral xossalari deb nomlanadi. Ushbu bobda dissertatsiya natijalarini bayon qilish uchun zarur bo'ladigan asosiy tushunchalar, xususan Gilbert fazolari va ularning to'g'ri yig'indisi, tenzor ko'paytmasi, Gilbert fazolarida aniqlangan chegaralangan o'z-o'ziga qo'shma, kompakt va proyeksiyalovchi operatorlarning ta'riflari, ularga mos misollar, tasdiqlar hamda Gilbert fazosida aniqlangan operatorlarning ba'zi spektral xossalari bayon qilingan. Dissertatsiyamizning ikkinchi bobi ikki bozonli sistemaga mos Schrödinger operatorining spektri deb nomlanadi. Z3 uch o'lchamli panjara 52 Z3 ning kvadrati bilan esa Z3 ning kvadratda aniqlangan kvadrati bilan jamlanuvchi funksiyalarning fazosini belgilaymiz. Ushbu fazoning simmetrik funksiyalardan tashkil topgan qism fazosini esa quyidagi ko'rinishda belgilaymiz. Ikki bozonli sistema to'la energiyasiga mos H kirishga operator simmetrik funksiyalar fazosida kinetik energiya operatori H0 kirishga hamda V potensial operatorining algebraik yig'indisi shaklida bir ko'rinishda ifodalanadi. H0 operator simmetrik funksiyalar fazosida quyidagi formula yordamida beriladi. Bu yerda delta panjaradagi Laplace operatori bo'lib, u quyidagicha aniqlanadi. Y1, Y2, Y3lar esa Z3dagi birlik vektorlar. V kirishga operatorining psi funksiyaga ta'siri esa quyidagi ko'rinishda aniqlanadi. Bu yerda V potensial V haqiqiy qiymatli juft va 52 Z3 fazoning elementi.
T3 uch o'lchamli tor hamda L2 T3 ning kvadrati orqali T3 ning kvadrati aniqlangan kvadrati bilan integrallanuvchi funksiyalarning Gilbert fazosini belgilaymiz. Ushbu fazoning simmetrik funksiyalardan tashkil topgan qism fazosini esa quyidagicha belgilab olamiz. H kirishga energiya operatorining koordinat tasviridan impulsli tasvirga Fourier almashtirish orqali o'tiladi. H operator quyidagicha to'g'ri integralga yoyiladi. H operatorining H to'lqincha K qatlam operatorlari diskret Schrödinger operatori deb ataluvchi HK operatoriga unitar ekvivalent bo'ladi. Bu yerda epsilon q funksiyamiz quyidagi ko'rinishda bo'ladi. HK operator juft funksiyalar fazosida ikki formula yordamida beriladi. Bu yerda epsilon kp funksiya dispersion funksiya bo'lib 3 ko'rinishda aniqlangan. Va integral operatorining yadrosi uchun quyidagi tenglik o'rinli. Bu bobda ikki zarrachali H Schrödinger operatorini tashuvchisi silindr shaklidagi D to'plamdan iborat 4 ko'rinishdagi potensial bilan qaraymiz. Va chiziqcha funksiyamiz esa nomanfiy butun sonlarni haqiqiy sonlarga akslantiruvchi kamayuvchi funksiya. Agar potensial 4 ko'rinishda bo'lsa, u holda V operatorining F elementga ta'siri 6 ko'rinishda bo'ladi. Faraz qilaylik, L2O va L2E'lar mos ravishda torda aniqlangan juft va tog' funksiyalardan tashkil topgan fazolar bo'lsin. Quyidagi fazolarni kiritamiz. Bu fazolar juft funksiyalar fazoning qism fazolari bo'ladi. Ularning to'g'ri yig'indisi ushbu fazoni qoplaydi. Ya'ni 7-tenglik o'rinli. Birinchi lemma. Har bir kada B1, B2, B3 va B1, 2, 3 qism fazolar HK operatoriga nisbatan invariantdir. 7-chi yoyilma va birinchi lemmadan quyidagi 8-chi yoyilma kelib chiqadi. Ya'ni HK operatorining H1, H2, H3 va H1, 2, 3 operatorlarining to'g'ri yig'indisi shaklida yozish mumkin. Bu yerda H alfa K va H1, 2, 3 K operatorlar HK operatorining mos ravishda B alfa va B1, 2, 3 invariant qism fazolaridagi qismlaridir. Operatorlar to'g'ri yig'indisining spektri haqidagi teoremadan va 8-chi tenglikdan quyidagi 9-chi tenglik kelib chiqadi. Ya'ni HK operatorining spektri H1, H2, H3 va H1, 2, 3 operatorlarning spektrlari birlashmasidan iborat bo'ladi. 9-chi tenglikka ko'ra HK operator spektrini o'rganish masalasi alohida H1, H2, H3 va H1, 2, 3 operatorlarning spektrini o'rganish masalasiga keldi. Bunda H0 alfa K operatorimiz 3 ko'rinishda aniqlangan epsilon K funksiyaga ko'paytirish operator. Va integral operatorining esa B1, 2, 3 va B alfa fazolaridagi qismlarining F funksiyaga ta'siri quyidagi ko'rinishda bo'ladi. 10-chi tenglikdan quyidagi tasdiq kelib chiqadi. Ixtiyoriy K'da quyidagi tenglik o'rinli, ya'ni H3K operatorining spektri H0 operatorining spektri bilan ustma-ust tushadi. Ya'ni H3K operatorining muhim spektrdan tashqarida xos qiymatlari mavjud emas. Endi H1 lambda pp, H2 lambda pp va H1, 2, 3 lambda pp operatorlarning spektrini o'rganamiz. Ushbu operatorlarning muhim spektri uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi. Birinchi teorema. Istalgan lambda uchun H1, 2, 3 lambda pp operator muhim spektrdan chapda cheksiz ko'p xos qiymatlarga ega. Ikkinchi teoremani H1 lambda pp operator uchun keltiramiz. Ixtiyoriy lambda uchun H1 lambda pp operatorining muhim spektrdan chapda cheksiz ko'p 11 ko'rinishdagi xos qiymatlari mavjud va bu xos qiymatga mos xos funksiyalar quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Navbatdagi teoremani H2 lambda pp operator uchun keltiramiz. Faraz qilaylik, lambda minus pi oralig'idan bo'lsin. Birinchi tasdiq. Agar V chiziqcha 2miz kosinus lambda taqsim 2 dan kichik bo'lsa, u holda H2 lambda pp operatorining muhim spektrdan tashqarida xos qiymatlari mavjud emas. Keyingisi, agar biror n0 nomer uchun 12 tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda H2 lambda pp operatorining muhim spektrdan chapda rosa n0 minus bitta xos qiymati mavjud. Ushbu demak, quyidagi teoremalardan kelib chiqib, ikkinchi bob uchun xulosani keltiramiz. Ma'lumki, 9 yoyilmaga asosan HK operatorining spektri H alfa K va H1, 2, 3 K operatorlarining spektrlari birlashmasidan iborat bo'ladi. Demak, 9 yoyilmadan foydalanib, HK operatorining spektri uchun
asosiy natijalarini keltirishimiz mumkin. Ixtiyoriy lambda uchun H lambda pp operatorining muhim spektrdan chapda cheksiz ko'p xos qiymatlari mavjud. Ulardan bir seriyasi 2 karrali bo'lib, quyidagi ko'rinishga ega. Bu xos qiymatlar n cheksizga intilganda muhim spektr tubiga quyidagicha tartibda intiladi. V chiziqcha n'larning tanlanishiga qarab, bu xos qiymatlarning muhim spektr tubiga intilish tezligi aniqlanadi. Uchinchi bobimiz 3 fermiyonli sistemaga mos Schrödinger operatorining spektri deb nomlanadi. Z bir o'lchamli panjara, ellikki Z3 bilan esa Z3 da aniqlangan kvadrati bilan jamlanuvchi funksiyalarning Gilbert fazosi bo'lsin. 52 as Z3 faza esa istalgan ikkita koordinataga nisbatan antisimmetrik funksiyalardan tashkil topgan qism faza bo'lsin. Biz bu bobda bir o'lchamli panjarada juft-jufti bilan o'zaro qo'shni tugunlarda ta'sirlashuvchi 3 fermiyonli sistemaga mos energiya operatori H mu ni qaraymiz. Bir o'lchamli panjarada 3 fermiyonli sistema kinetik energiyasiga mos H0 kirishki operator antisimmetrik funksiyalar fazasida quyidagi formula bilan aniqlanadi. Bu yerda delta panjaradagi Laplace operatori, E esa 52Z fazadagi birlik operator. Qo'shni tugunlarda ta'sirlashuvchi 3 fermiyonli sistema to'la energiyasiga mos H mu kirishki operator H0 operatorining qo'zg'alishidir, ya'ni 13-tenglik o'rinli. Bu yerda V alfa beta operatorining F funksiyaga ta'siri quyidagi ko'rinishda aniqlangan. T bir o'lchamli tor hamda 52 T kvadrat orqali T kvadratda aniqlangan kvadrati bilan integrallanuvchi funksiyalarning Gilbert fazasi bo'lsin. Ushbu fazoning antisimmetrik funksiyalardan tashkil topgan qism fazosini esa quyidagi ko'rinishda belgilaymiz. Panjarada juft-jufti bilan o'zaro qo'shni tugunlarda ta'sirlashuvchi 3 fermiyonli sistemaga mos H mu k Schrödinger operatori antisimmetrik funksiyalar fazosida 14 formula yordamida beriladi. Bu yerda H0 operatorimiz epsilon funksiyaga ko'paytirish operatori, epsilon kp funksiyamiz esa quyidagi ko'rinishda. V1, V2, V3 operatorlarimizning F funksiyaga ta'siri esa quyidagi ko'rinishda bo'ladi. 2 fermiyonli sistemaga mos Schrödinger operatori tog' funksiyalar fazosida 16 formula yordamida beriladi. Bu yerda H0 funksiyamiz epsilon kq funksiyaga ko'paytirish operatori, V operatorimiz esa integral operator. Kompakt qo'zg'alishda muhim spektrning turg'unligi haqidagi Weyl teoremasiga ko'ra H mu k operatorining muhim spektri qo'zg'almas H0 operatorining spektri bilan ustma-ust tushadi. Ya'ni quyidagi tenglik o'rin. Faraz qilaylik, k tordan olingan hamda mu kosinus k taqsim 2 dan katta bo'lsin. U holda H mu k operatorining muhim spektrdan chapda yagona 17 ko'rinishdagi xos qiymati mavjud. Xo'p, agar mu 1 dan katta bo'lsa, bu xos qiymat barcha klarda mavjud bo'ladi va bu xos qiymat mu ning funksiyasi sifatida kamayuvchi funksiya bo'ladi. 17 tenglikdan ko'rinadiki, Z mu k xos qiymat k bo'yicha minus pi da juft va 0 pi da o'suvchi funksiya. Quyidagi belgilashlarni kiritamiz. Xo'p, navbatdagi teoremani H mu k operatorining muhim spektri uchun keltiramiz. Faraz qilaylik, mu 1 dan katta bo'lsin. U holda ixtiyoriy klarda H mu k operatorining muhim spektri uchun quyidagi tenglik o'rinli. Ushbu demak lambda minimum mu k lambda maksimum mu k kesma H mu k operator muhim spektrning 2 zarrachali shoxchasi va epsilon minimum k epsilon maksimum k kesma esa 3 zarrachali shoxchasi deyiladi. Biz asosan k 0 ga va pi ga teng bo'lgan holatlarni qaraganimiz uchun muhim spektrning joylashuv o'rnini aniq keltirdik. Ham bir o'lchamli holatni qaraganimiz uchun H mu 0 va H mu p operatorlarining muhim spektrlarini joylashuv o'rni va ko'rinishi aniq topiladi. Demak, faraz qilaylik, k 0 ga teng bo'lsa, demak H mu 0 operatorining muhim spektri quyidagi ko'rinishda, k pi ga teng bo'lsa esa H mu p operatorining muhim spektri quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Agar k 0 ga teng bo'lsa va mu 4 dan katta bo'lsa, 2 va 3 zarrachali shoxchalar o'zaro kesishmaydi. Xo'p. Endi H mu k operatorining muhim spektrdan tashqaridagi xos qiymatlari bilan qiziqamiz.
barcha MIUlarda va barcha MIU vakallarda HMIUK operator epsilon maksimumdan o'ngda yotuvchi xos qiymatlarga ega emas. Ma'lumki, 52 T kvadrat Gilbert fazosini quyidagicha fazolarning to'g'ri yig'indisi shaklida ifodalash mumkin. Hop. Demak, 52 va 52 qism fazolar HMU0 va HMUP operatorlarga nisbatan invariant bo'ladi. HMU0 operatorining 52 va 52 invariant qism fazolaridagi qismlarini, ya'ni sujeniyalarini HMUE0 va HMUEO ko'rinishi bilan belgilaymiz. Xo'p, demak, 3-bobimizning asosiy natijasini keltiramiz. Birinchi, shunday MU0 mavjudki, MU0dan katta barcha MUlarda HMUE0 operatorining muhim spektrdan chapda xos qiymatlari mavjud emas. Ikkinchi, shunday MU0 mavjudki, MU0dan katta barcha MUlarda HMUO0 operatorining muhim spektrdan chapda yagona oddiy xos qiymati mavjud. Shuningdek, bu xos qiymatga mos xos funksiya 52 qism fazoda yotadi. Navbatdagi tasdig'imizni K teng P holat uchun keltiramiz. Shunday MU0 mavjudki, MU0dan katta barcha MUlarda HMUP operatorining muhim spektrdan chapda yagona xos qiymati mavjud. Bu xos qiymat oddiy va unga mos xos funksiya 52 T kvadrat qism fazoda yotadi. 3-bob uchun xulosani keltiramiz. Ushbu bobda bir o'lchamli panjarada juft-jufti bilan o'zaro qo'shni tugunlarda ta'sirlashuvchi 3 fermatli sistemaga mos Schrödinger operatorining muhim va diskret spektri o'rganilgan. HMUK operatorining muhim spektri tavsiflangan. Sistema to'la kvazi impulsi K 0 ga va P ga teng bo'lganda HMU0 va HMUP operatorlar muhim spektrlarining tuzilishi va joylashuv o'rni aniq topilgan. Zarrachalar ta'sir energiyasi MUning katta qiymatlarida va sistema to'la kvazi impulsi K teng 0 va K teng P bo'lganda HMU0 va HMUP operatorlarining muhim spektrdan tashqarida yagona xos qiymati mavjud ekanligi isbotlangan. Bu nashr qilingan ishlar ro'yxati. Birinchi bo'lim. Birinchi bo'lim, ikkinchi bo'lim. Birinchi bo'limgacha. Ma'ruza tugadi. Marhamat, kimga qanaqa savollar bor? Marhamat, studiyadan. Marhamat, akademik Laqayevga. Bir canlı pencerede işlem qilinadi. Lekin o'sha 3-bobimizda turchan bor, jetchan bor, ekchan bor. Yana videoda gradentlarga sulka bergan nima qiladi? Bir o'lchamli panjara. Biz bir o'lchamli panjara holatini qaraganmiz, lekin mana bu biz o'rganayotgan operatorimiz 3 fermatli sistemaga mos energiya operator Schrödinger operator bo'lganligi uchun ushbu operatorning muhim spektri D o'lchamli panjarada ko'rilgan faqat. D o'lchamli deymi? Bir joyda elektron yetkazish. Bir joyda yetkazadi. Yana gradentga sulka beradi. Maqsad 3 fermatli sistema qaralgan bo'lganligi uchun shu mana shu ishlarda kiritilgan. Mikrofonni qo'ying-da, boshqalar ham eshitsin. Boshiga qo'ying. Qo'shildimi? Yana qaytarib aytaymi savolni. Nima uchun haligi o'rischasiga aytganda kasha bo'lib ketgan 3-bob? Shuni tushuntiringchi, nima uchun?
O'zi xulosada aytyapsiz. Bir o'lchamli panjarada hisoblanadigan narsalarni qaragansiz. Lekin nariyog'ida hammasini kiritib, mana uni ham chizib qo'ygansizlar. Uni nima uchun chizib qo'ygan? Odamlarni aldash uchun. Bu yerga hech qanday deyarli aloqasi yo'q. Unga hech bironta xulosa ham chiqarganingiz yo'q u yerda. Ha. Xo'p. Bir o'lchamli panjarada zarrachalar juft bilan o'zaro ta'sirlashishini ko'rsatish. Tushundim juft bilan ta'sirlashini mana shunday qilib qo'ygansiz. Xo'p, unisi to'g'ri. Endi u yerda aytganingiz ham yo'q, hech balo, mana chizma deb turibdi. Nima chizilganini ham yozganingiz yo'q ichida. Tushuntirganingiz ham. Yo, menga asosiy savolimga javob bering. Nima uchun 3-bobda aslida bir zarrachali uchun xulosa chiqarish uchun, bir o'lchamli panjarada xulosa chiqarish uchun 3 o'lchamlisini ham qaragansiz, Z3'ni ham, T2'sini ham hammasini sababmi? Va Geridnevga nima uchun iqtibos berdingiz? Geridnevga iqtibos Nima ish qilgan Geridnev? Shuni aytingchi. Ha, uch o'lchamli Evklit fazosida 3 fermiyali sistema qaragan va faqat ikki o'lchamli Evklit fazosida qaragan 3 fermiyali sistema bo'lgani uchun, shu o'rgangani uchun kiritilgan. Tushunmadim. Yo'q, buni hammasi bunaqalar yo'q edi menga doklad qilgan vaqti. Bu yoqda boshqa narsani aytib bunaqa ketyapti-da, ko'p chalash ko'p. Hay. Bo'ldi, tushunarli. Seminarda boshqa Domlani javob berdi. Seminarda buni aytgan yo'q-da. yo'qmi? Ha, yo'q. Seminarda boshqa narsani aytdi. Bir ballarni hisoblab boshqa narsani aytdi. Aldaydi ekan bular menimcha. Mana shuning uchun men agar seminarda aytsa, bu nomini bunaqa qo'ydirmayman. Bir xil zarrachali sistemalarda nom qo'ygan. Lekin faqat fermiyonlarni qaragan. Fermiyonli deb qo'ying nomni. Ikkinchi bobda 2 bozonli sistema qaralgan, 3-bobda 3 fermiyali sistema qaralgani uchun Tentirayvergansizlar-da, shunaqa bo'lsa ikki qo'rqmaydi. xil zarracha bo'lganligi uchun bir Bo'pti, seminarda bunaqa aytgan yo'q. G'irromlik qani kasir endi bildim. U joni qildi g'irromdir. Endi qarayman yaxshi. Bular qanday tushunaylik, bizlar ham endi shu narsani aniq tushuntirib beringizlar bizlarga. Xulosani. Yana qanday savol bor? Tushunarli bu yerda. Marhamat. Professor Eshonqulovga. Marhamat. Ana bu delta 2'da birlik operator degansizda, bu birlik operator qanday ta'sir qiladi? Bu qaysi fazoga qanday? U yerda keyin ko'paytma bor, u tenzor ko'paytma, qanday ko'paytma? operatorlarning Delta ana shularni. bu tenzor operatorlar Bari shunga o'xshaydi. Delta 1, delta 2 u boshida. Laplasian aniqlangandan keyin delta 1. mana deltamiz birlik operatori. Bu ikkinchi koordinatasiga ta'sir qiladi. Bu ikkinchi koordinatasi, mana deltamizni ko'rinishi bor. Bu birlik operator shu fazani o'zini o'ziga o'tkazadi. Bu deltamiz esa mana bu ko'rinishi. Funksiyaga ta'sir. Bu birinchi koordinatasiga ta'sir qiladi. I esa panjaradagi ikkinchi tartibli hosil mana bu. Delta 1, delta 2'ni mana buni qisqartirib nimada delta 1, delta 2 deyilganda o'zi shu ikkovi bo'ladi. Tenzor ko'paytmasi. Domla, bu deltamiz bizda panjaradagi ikkinchi tartibli hosil. Bunisi birinchi koordinatasiga, i esa ikkinchi koordinatasi. Mana delta. İkinci argumentada.
xonadonda birinchi deltamiz birinchi argumentiga, I esa ikkinchi argumentiga ta'sir qiladi. Bunisida teskari, bunisi birinchi argumentiga, bunisi esa ikkinchi argumentiga ta'sir qiladi. Ikkita zarracha. Yana qanday savollar bor? Marhamat. Marhamat. Hozir mikrofonga ayting. İki bozonli sistema deyapsizda, shunga fizik ma'nosi bormi qanday? Ikki bozonli sistemani Fizik ma'nosi. ma'nosini ayting. Fizik ma'nosi. Demak, ikkita zarracha, ikkita bozon ta'sir qilyapti. Mana bu H0 kirishkamiz bu kinetik energiyasiga mos operator desak bo'ladi. V kirishkamiz esa potensial energiyaga mos operator. Bu operatorimizni demak mana bu esa sistemamizni to'la energiyasi. İki bozon beni hadi Yok, yok, bu bozan değil abi, onun düşündüğü hiç yapmadım. Fizik manası yapmadı. Yani odatda bizda ma'nosi shundan beradi. Zerreceler fizikada zerreceler ya bozonlu paralar ya terminallı paralar. Matematik anı. Yapılmasa diğer zerreceler. Fizik ma'nosi yok. Fizik manası fizik manası. Fizik manası kümüktür. Matematik manası kimde? Farkı var. Bana terminallar bu şeyler tasarruf çıkınca üstte nokta tutam koydu. Foto geri bakımda tasarruf var. Naci açarsın bu. Ben de ona fizikler bu bozan bana ne eksiklikler, fotoğrafı böyle sanatçılar da şey geldiler. Olsun mu? Ama ne ben yok, hareket yok diyor. Ne bileyim. Yani fizikga Bozonli bilan demak zarrachali ikkalasi ekvivalent, shundaymi? Bozonli bilan zarrachali ikkalasi ekvivalentmi? Zerrece. Ya fizikler Aha. var. Ya bozan da para. Aha, aha, Bak bayağı simetrik fazla para. aha. Burası hem simetrik fazla da paralar. Yakın teoriyanın hastalar var da. Mesela yakın teoriyanın bir noktada bakış yapıyor. Hı hı. Çünkü ben hastalar var. Ha, bence. Matematikte müstehcen. Fizik manası değil. Tabii ben de. Yana qanday savollar bor? Marhamat. Boshqa savollar yo'qmi? Studiyada savollar bormi? Yo'q o'xshaydi demak. Rahmat. Savollar bo'lmasa, rahbar, ilmiy rahbar, fizika matematika fanlari doktori professor Abdullayev Joniqul Ibragimovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Hozirgina Ergashev va Sharofat dissertatsiyasining asosiy natijalarini bayon qilib berdi. Endi ustozimiz savol berdi, hozir mana bu Z3, T3, T kvadrat degan savollar berdi. Demak, 3-bobida 3ta fermion qaralgan bir o'lchamli panjarada. Demak, panjaraning o'lchami 1, zarrachalar 3ta bo'lgani uchun Z3 elektr Z3 bo'lib qoldi. Razmeri 3 bo'ldi. Koordinat tasvirdan impuls tasvirga o'tildi, T3 ga o'tildi. T3 ga o'tilgandan keyin 3ta zarracha har biri T da bo'lgani uchun to'la kvadrat impuls ajralgandan keyin T kvadratga keldi. Bitta K ajraldi, T kvadratga keldi. O'zi aslida Z edi, bir o'lchamda edi. Zarrachalar soni 3ta bo'lgani uchun u T3 bo'ldi. Bitta kvadrat impuls, to'la kvadrat impuls K ajralgandan keyin T kvadratga hosil bo'ldi. O'sha uchun demak, oxirgi bizda Schrödinger operatori 2 antimetrik T kvadrat hozirda ta'sir qiladigan o'ziga qo'shma chegaralangan operator bo'ldi. Demak, Yaxshiboyev domlaning savollariga ham
Saidafon aka ham javob berdi. Agar darajalar bir xil bo'lsa, odatda ular yo fermion deyiladi, yo bozon deyiladi. Demak, bozon deyilishi darajalar mana bu koordinatalar hisoblanadi, x1, x2lar. Zarachani koordinatalari. Koordinatamda joy almashganda bozon bo'lsa o'zi qoladi. Fermion bo'lsa joy almashganda oldin minus chiqadi. Ya'ni bozonlar simmetrik fazada qaraladi, fermionlar antisimmetrik fazada qaraladi. Antimetri bo'lgan hisobdan domla aytganda ikkita daraja bir tugunda 0 qoladi. Joy holat 0 qolgani uchun demak bir tugunda kontakt ta'sirlashuv yo'q ikkita fermion bo'lgan hollarda. Endi ishning asosiy natijalarini Ergashev aytib o'tdi. Demak, ikkinchi bobda mana ikkita bozonli sistema qaralgan. Silindrik potensial bilan o'sha potensiallarda demak 4 ta invariant qism faza mavjudligi ko'rsatilgan. Har bir invariant qism fazadagi operatorda tujinalari o'shalarni spektrlar o'rganilgan. Keyin va 9 tenglikka ko'ra spektr birlashtiriladi. Shundan xulosa chiqadi. 3-bobida demak 3 ta fermion bir o'lchamli daraja, bir o'lchamli panjarada qaralgan. Natija shundan iboratki, o'sha Schrödinger operatori k teng 0 va k teng pi bo'lgan holda ikkita hol ko'rding bu ikkita qiymatda natijalar olingan. Natijalarga ko'ra demak operatorda mu parametr, ya'ni fermionlarning o'zaro ta'siri katta bo'lganda muhim spektrdan pastda yagona oddiy xos qiymati bor va bu xos qiymatga mos xos funksiya albatta toq bo'lishi isbotlangan. Demak, muhim spektr joylashuvlar 0 pida ko'rsatilgan, qachon kesishadi, qachon kesishmaydi. 3 darajali shoxcha muga bog'liq emas, 2 darajali shoxcha muni kattalashi bilan minus 3 ga qarab siljiydi. O'shalar hammasi aytilgan. Endi ishni o'zi o'sha PhD dissertatsiyalar qo'yilgan talablarga javob beradi. Muallifi ham bu yerda standart jumlalar bor. Demak, uning muallifi Ergashev Sharofat Hamrayevna fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq. Rahmat. Ilmiy rahbarga savollar, marhamat. Marhamat. Gradni endi biz uzluksiz fazalar bilan taqqoslash uchun nima qilganmiz? Mana 3 darajali odatda qilib panjarada qaraymiz. Keyin uzluksiz fazada ham qaraydigan nimalar bor. Gradni ham 3 ta fermion nimasini qaragan. Faqat ikki o'lchamli nimada qaralgan va bu yerda cheksiz ko'p xos qiymatlar mavjudligi haqida teoremani isbotlagan va nomi super effekt deb atalgan. O'shuning uchun bizda ham 3 fermion, ularda ham 3 fermion. Faqat bu uzluksiz fazada bo'lgani uchun shunga o'xshash natija olish mumkin deb harakat qilingan. Yo'q, ular uzluksiz fazada ikki o'lchamda qilgan. Endi bizlar ham keyinchalik bir o'lchamni boshlagan bo'lsak, 2-3larda asosida qaraymiz-da. Shuning uchun gradni ishi bilan biroz tilka qilganmiz-da. Uni endi bizda hech qancha aloqasi yo'q, prosta nima taqqoslash uchun qilingan-da. 3 fermionli sistemada qanaqa natijalar bor degan ma'noda uzluksiz fazada fermionni ishiga qilganmiz. Yo'q, ikkalasi ham 3 Yo'q, ikkalasi ham 3 ta daraja, uchovi ham fermion. Faqat biz panjarada qarayapmiz, ular uzluksiz fazada qarayapti. Shunga yaqin bo'ladi-da. Na Xalqxo'jayev ishiga ham tilda qilyapmiz bilan 3 ta fermion, faqat o'lchami ixtiyoriy, D o'lchamda. Bu yerda faqat muhim spektr haqida ma'lumot bor. Xalqxo'jayev ishi endi faqat muhim spektr bu yerda keltirilgan natija. Bizda faqat u o'lchami ixtiyoriy, bizda D teng 1 bo'lgan hol. Yana qanday savollar bor? Marhamat. Muhiddin ko'taryapti. Na, marhamat. 3-bobda
Uchinchi bobda mana cutting nolda olgansiz, cutting p'da olgansiz natijalar. O'sha ikkovidan farqli bo'lgan kalarda nima deya oladi? Dissertatsiya ishi. Boshqa kalarda? Boshqa kalarda nima deya olasiz? Boshqa kalarda biroz to'g'ri savol. Ixtiyoriy kada o'rganish biroz qiyin bo'ldi. Cutting 0 va cutting p bo'lganda invariant qism ifodalar mavjud bu yerda. Invariant qism ifodalar mavjud bo'lgani uchun ikkitaga ajralishdagini tekshirish osonlashdi. Ixtiyoriy fazada o'sha natijani biz ola olmadik. Shuning uchun faqat cutting 0 va cutting p dagi xulosalar bilan cheklandik. Salgina o'ylab turib, boya sizga qilgan ishni ichiga kirgani, cutting p'dagi eng ko'p bo'ladi, cutting 0dagi kichkina bo'ladi. Siz muoqalaga yozganingiz. Yo'q, uchta chalda unaqa effekt yo'q ekan, biz ko'rdik effektni. Menimcha Muhiddin ham doklad qilib berdi. Uchta chalda unaqa cutting 0da bitta bo'lsa, boshqa yo'q. P'da masalan p'da ikkita bo'lsa 0da bitta bo'lishi mumkin. Shu o'lchamda shu narsa to'g'ri emas ekan. Mana Xolmatov Shahruxxon ham chiqqan maqolamiz bor. 2 fermion plus 1 shug'ullanganda bizlar bilan birga maqola chiqardik-ku. Ana shu yerda cutting 0 bilan p2 farq qiladi. 0dagisi ko'p. Pasximeltar son 0dagi p'dagida. 3 darajada bu 2 darajada bor. Shu mana sizga sulka qildik. 2 daraja 3 darajada bunaqa narsa shunaqa effekt quasi-impuls degan narsa bordi, to'g'ri emas ekan 3 darajalik uchun. Maqolani men doklad qilib berishim mumkin sizga. Yana qanday savol bor? Marhamat. Delta 1'lik ko'rinishi yozilgan. Ha? Delta 1 ko'rinishi yozilgan. Delta? Dissertatsiya. Nimani ko'rinishi? Delta Ko'rinishi shu yerda ham bor-ku delta. Delta mana ikkinchi bobda oching, ikkinchi bob delta. Ikkinchi bob ta'sirda bor-ku delta. Mana delta mana pastda mana delta f. Bu panjaradagi ikkinchi tartib Yo'q, bu tushunarli delta. Delta 1 bor u yerda. Delta 1 teng. Delta ko'paytirilgan qandaydir tengzor ko'paytmi nima u? Yo'q, bu Birinchi operator. panjarada ikkinchi tartib hosila. Impulsga o'tsangiz 1 minus kosinusga ko'paytirish bo'ladi. Mana ko'paytirsangiz f bilan bor bunday oching. Fourier almashtirish orqali impuls tasvirga o'tsangiz, mana f bilan p funksiyani ko'rsating, mana sal ko'taring-da. Mana f bilan k mana shu funksiyani ko'paytirish bo'ladi. Ko'paytirish operatoriga o'tadi-da, Fourier almashtirish yordamida. Yo'q, men tushunmayapman, yo'q, men siz tushunmayapsiz. Ama ta'siri ko'rinib turibdi-yu ta'siri. Tender ko'paytma bo'lsa bitta o'zgaruvchisini yozadi, ikkita ko'paytma qilsangiz, birinchisiga ta'sir qiladi, ikkinchi chiziqli nimasi bo'yicha davom ettiraveradi. Ikkita funksiya, bittasi x, bittasi y funksiyasi. Bittasi birinchi funksiyaga ta'sir qiladi, ikkinchi funksiyaga ta'sir qiladi, keyin chiziqli kombinatsiya qilib chiziqli bo'yicha davom ettiraveradi. Yana qanday savollar bor? Marhamat. Yo'q, boshqa savollar. Rahmat. Dissertatsiya bajargan va akrobatsiyadan o'tgan ilmiy masalalar yetakchi tashkilotlarning xulosasi va dissertatsiya avtoreferatika kelgan taqrizlar bilan tanishtirish uchun so'z Ahmad Muyasarovga. Marhamat. Sharofat Ergashevning dissertatsiyasi bo'yicha quyidagi taqriz va xulosalar mavjud. Barcha taqriz va xulosalar ijobiy. Birinchi demak, dissertatsiya bajarilgan tashkilot xulosasi 2025-yil 13-mayda
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematika analiz kafedrasi qoshidagi seminar rais dotsent G'ofur Hasanov, seminar kotibi Usmonovlar tomonidan imzolangan hamda Samarqand davlat universiteti rektori professor Rustam Xolmurodov tomonidan tasdiqlangan. Kafedra xulosasi ijobiy bo'lib, dissertatsiyani ilmiy kengashga topshirishga tavsiya etilgan. Ikkinchisi, O'zbekiston Milliy universitet Mirzo Ulug'bek nomida O'zbekiston Milliy universiteti funksional analiz kafedrasining funksional va uning tatbiqlari nomli ilmiy seminar xulosasi. Demak, 2025-yil 13-mayda seminar raisi professor A. Rahim va seminar kotibi A. Azizovlar tomonidan imzolangan. Uchinchisi, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti matematika analiz kafedrasining kompleks analizning zamonaviy muammolari nomli seminar xulosasi 2026-yil 15-yanvarda seminar raisi prof. Rahimov va ilmiy seminar kotibi Aziz Karimov tomonidan imzolangan hamda Milliy universitet ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergashevlar tomonidan tasdiqlangan. Keyingisi, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti matematika analizi va uning zamonaviy matematik fizika tatbiqlari nomli seminar xulosasi 2026-yil 30-yanvarda seminar raisi akademik Lakayev va seminar kotibi Boltayevlar tomonidan imzolangan hamda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Xushvaqt tomonidan tasdiqlangan. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti differensial tenglamalar va matematik fizikaning zamonaviy muammolari nomli ilmiy seminar xulosasi 2026-yil 26-martda seminar raislari akademik Alimov va Xolmuhamedlar tomonidan hamda ilmiy kengash kotibi Sheraliyevlar tomonidan imzolangan hamda Milliy universitet ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergashevlar tomonidan tasdiqlangan. Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar xulosasi 2026-yil 2-aprelda seminar raisi akademik Lakayev, seminar kotibi Boltayevlar tomonidan imzolangan hamda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Xushvaqtov tomonidan tasdiqlangan. Bor. Yetakchi tashkilotda bo'lsa xulosasini o'qib eshitdilar. Demak, yetakchi tashkilot xulosasi oxirgi qismini o'qib beraman. Dissertatsiya ishi rasmiylashtirishga e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ayrim mulohazalar. Birinchisi, dissertatsiyada quyidagi imlo xatolari uchraydi. Masalan, 11-betning 1-xat boshining 13-satrida, 14-betning 5 hamda 6-xat boshlarida. Ikkinchisi, ikkinchi bobdagi ikki birlamaning isbotini yanada kengaytirib yozilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yuqorida aniqlangan kamchiliklar dissertatsiyaning mazmuniga, asosiy g'oyalar va olingan natijalarning dolzarblik hamda ishonchligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiya olingan natijalar yangi, qat'iy matematik usullar yordamida isbotlangan, olingan natijalarni o'z qo'shni operatorlar, qattiq jism fizikasi, kvant mexanikasi hamda Schrödinger operator spektral nazariyasidan o'rganishda foydalanish mumkin. Ergashev Sharofat Hamrayevnaning bir xil zarrachali sistemalarga mos Schrödinger operatorlarining muhim va diskret spektrlar mavzusidagi 010101 matematik analiz xosligi bo'yicha fizika matematik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya ish tugallangan ish bo'lib, Oliy attestatsiya komissiyasining 010101 matematik analiz xosligidan falsafa doktori dissertatsiyalar qo'yilgan talabga javob beradi. Uning muallifi matematik analiz ixtisosi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman. Ilmiy, demak, taqriz O'zbekiston Milliy universiteti matematik analiz kafedrasining kompleks analiz zamonaviy muammolari nomli shahar seminarida yig'ilishda tinglandi va tasdiqlandi. Seminar raisi katta ilmiy xodim K. Rahimov, ilmiy seminar kotibi J. Karimov tasdiqlayman deyapti. Milliy universitet ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Ergashev. Rahmat. Marhamat. Sharofat Ergasheva. Yetakchi tashkilotning taqriziga berilgan e'tirozlarga javob bersangiz. Berilgan e'tirozlarga roziman. Keyingi ishlarda inobatga olaman. Rahmat. Endi haligi nimaga o'tamiz? Opponentlarni eshitamiz. Birinchi so'z fizika matematika fanlari doktori professor Rasulov To'lqin Huseynovichga beriladi. Marhamat, To'lqin Huseynovich. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Yaxshi. Rahmat. Demak, bugun mana Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ehtimollar nazariyasi va amaliy matematika kafedrasi assistenti Ergashev va Sharofat Hamrayevnaning
bir xil zarrachali sistemalarga mos Schrödinger operatorining muhim va diskret spektri mavzusida tayyorlangan PhD dissertatsiyasi taqdimoti bilan tanishdik. Demak, barchamizning xabarimiz bor. Diskret Schrödinger operatorining spektral xossalari bilan bog'liq tadqiqotlar samarqandlik olim demak akademik Laqayev va uning ilmiy maktab a'zolari tomonidan uzoq yillardan beri o'rganilib, salmoqli natijalarga erishilib kelmoqda. Biroq so'nggi yillarda olinayotgan natijalar, isbot qilinayotgan yangi hodisalar bu sohada hal qilinadigan ishlar ko'pligi, soha o'ziga xos jozibador ekanligi hamda o'rganilayotgan mavzuning dolzarb ekanligini yana bir bor ko'rsatib beradi. Bugun taqdimot qilingan demak dissertatsiya ishining ana kirish qismi, boblar kesimidagi asosiy natijalar bilan dissertantning o'zi hamda ilmiy rahbari batafsil to'xtalib o'tdi hamda savollarga javob berildi. Ruxsatlaringiz bilan qisqacha to'xtalib asosiy qismiga, ya'ni xulosa qismiga o'taman. Demak, dissertatsiya ishining agar ikkinchi bobiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerdagi olingan natijalardan biri bu potensialga monotonlik sharti qo'yilgan hamda lambda parametrining barcha qiymatlarida tegishli operatorlar muhim spektrdan chapda joylashgan cheksiz ko'p xos qiymatlarga ega ekanligi isbotlangan hamda bu xos qiymatlarning muhim spektr quyi chegarasiga intilish tezligi topilgan. Uchinchi bobning asosiy natijalaridan biri esa bu albatta uch zarrachali Schrödinger operatorida H-K deydigan bo'lsak, o'sha K to'la kvazi impulsning P ga teng hamda 0 ga teng qiymatlarda mu ta'sirlash parametrining yetarlicha katta qiymatlarida muhim spektrdan chapda joylashgan yagona xos qiymatning mavjudligi isbotlangan hamda bu xos qiymatga mos xos funksiyaning tegishli fazoga ekanligi isbotlangan. Umuman dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 16 ta ilmiy ish chop qilingan, shu jumladan Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan falsafa doktori dissertatsiyalari chop etish tavsiya etilgan davriy jurnallarda 7 ta, shulardan 5 tasi respublika miqyosida va 2 tasi Scopus xalqaro ma'lumotlar bazasiga kiruvchi jurnallarda nashr qilingan. Dissertatsiya matni yaxshi rasmiylashtirilgan, biroq bu yerda erishilgan yaxshi natijalar bilan bir qatorda ayrim rasmiylashtirish jarayonida demak texnik kamchiliklarga ham yo'l qo'yilgan. Ulardan ayrimlarini sanab o'taman. Birinchidan 21-22 sahifallarda 1.9-teorema, ya'ni Weyl teoremasining isboti keltirilgan. Hammamizga yaxshi ma'lumki, bu teorema klassik teorema bo'lib, buni demak to'liq isbotini keltirgandan ko'ra men o'ylayman tegishli adabiyotlarga iqtibos berish bilan cheklanish ham yetarli bo'lardi. Ikkinchidan 37-sahifada 2-3 va 2-4-lemmalar, 43-sahifada 2-6-lemmalar isbotsiz keltirilgan. Umuman olganda soha mutaxassislari uchun qaysidir ma'noda isbotsiz bo'lsa ham umumiy g'oyalari, isbotlash usullari tushunarli bo'lishi mumkin, lekin men o'ylayman o'quvchiga natijalarning kelib chiqishi tushunishni yanada yengillashtirish maqsadiga to'liq isboti bo'lmasa-da ularning qisqacha isbotga izoh berilsa yoki tegishli adabiyotlar manbasiga havola berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Uchinchidan ayrim texnik kamchiliklar uchraydi dissertatsiya matnida. Shulardan biri mana 63-sahifada demak natural logaritm bilan bog'liq bo'lgan limitlik natija bor. Bu yerda y0 ga intilganda o'sha logaritmik natija 8/3 dan katta yoki teng degan xulosa olingan, lekin biz bilamizki o'sha natural logaritm ishlatilgan paytda o'sha y argument albatta musbat bo'lib 0 ga intilishi qayd qilishi lozim edi. Shunga o'sha limitlik natijada y0 ga intilganda emas, y0 ga musbat bo'lib intilganda deb ko'rsatilgani ma'qul. Shuningdek 81-sahifada 324-formula, 88-sahifada 330-formula hamda 106-sahifalarda 378 hamda 379-formulalar demak dissertatsiya matnidan chiqib ketgan. Bularni inobatga olish lozim edi.
Yuqorida keltirilgan texnik nuqtai nazardan kamchiliklar dissertatsiya ishining ilmiy mazmuniga, asosiy g'oyalari va olingan natijalarning dolzarbligi hamda ishonchligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Avtoreferat dissertatsiya mazmunini to'g'ri aks ettirgan. Xulosa sifatida shuni aytish joizki, Ergashevning dissertatsiya ishi va uning avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Ergasheva Sharofat Hamroyevaning 010101 matematik analiz ixtisosligidan fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan bir xil zarrachali sistemalarga mos Schrödinger operatorining muhim va diskret spektri mavzusida tayyorlangan dissertatsiya ishini tugallangan va mustaqil bajarilgan tadqiqot ishi sifatida ijobiy baholayman hamda uning muallifini fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent Rasulov To'lqin Husaynov. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Marhamat, talabgor. Opponentning e'tirozlariga javob bersangiz. Ijobiy taklif uchun domla katta rahmat sizga. Barcha kamchiliklarga roziman. Keyingi ishlarda inobatga olamiz. Kamchiliklarni. Javoblar qoniqtiradimi sizni? To'lqin Husaynovich? Qolib qoldi-yu. Nima qottirib qo'ydilaring buni? Endi ishlar. To'lqin Husaynovich, javoblar sizni qoniqtiradimi? Eshitdingizmi? Ha, eshitdim. Qoniqarli, rahmat. Rahmat. So'z ikkinchi rasmiy opponent fizika matematika fanlari nomzodi dotsent Bozorov Islom Namozovichga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash qatnashchilari. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ehtimollar nazariyasi va amaliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Ergasheva Sharofat Hamroyevnaning bir xil zarrachali sistemalarga mos Schrödinger operatorining muhim va diskret spektri mavzusidagi dissertatsiyasi bo'yicha dissertatsiyaning dolzarbligi, unda olingan asosiy natijalar bo'yicha tadqiqotchi, ilmiy rahbar va birinchi opponent asosiy natijalar haqida batafsil ma'lumotlar keltirib o'tildi. Agar ruxsat bersangiz, men shu dissertatsiya bo'yicha asosiy xulosalarni o'qib eshittirsam, dissertatsiya ishini uchraydigan ba'zi kamchiliklar bor. Masalan, kirish qismida 3-sahifasi quyidan 4 va 7 satrlarda standart terminlar, diskret so'zi, diskret ortiqcha harf ishlatilgan, rezonans so'zi, rezonans bo'lib yozilgan. Birinchi bobda yuqorida birinchi opponentdan ta'kidlab o'tdi, keltirilgan ayrim standart ta'rif va teoremalar hajman kengroq bayon qilingan. Ularni bevosita keyingi boblarda qo'llaniladigan natijalar bilan bog'lab, qisqa sharhlar orqali asosiy tadqiqot natijalariga yo'naltirib, ishning ixchamligini oshirish mumkin edi. Keyin foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini rasmiylashtirishda standart bibliografik talablar asosida amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'lardi. Masalan, jurnalning nomi, soni, sahifa oraliqlari, doilari kabi ma'lumotlarni ketma-ketlik asosida to'liq batafsil bayon etish kerak edi. Bularda biroz nomuvofiqliklar bor. Yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar asosan tahririy uslubiy xarakterga ega bo'lib, dissertatsiyaning asosiy ilmiy natijalari va umumiy ijobiy bahosiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiya bo'yicha olingan natijalar jami 16 ish chop etilgan. Shulardan 7tasi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiyasi
komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyalariga qo'yilgan talablar ro'yxatdagi jurnallarda xususan ikkitasi xorijiy jurnallarda va 5tasi respublika jurnallarida nashr etilgan. Sharofat Ergashevning dissertatsiya ishi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan barcha talablarga javob beradi va muallifni 010101 matematika analiz ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat, marhamat. Ergasheva, e'tirozlarga javob bersangiz. Ijobiy taqiqsiz uchun domla sizga rahmat. Barcha kamchiliklarga roziman. Keyingi ishlarda e'tiborga olaman. Bo'ladimi? Rahmat. Marhamat, kimga takliflar bor, so'zga chiquvchilar bormi? Marhamat. Yo'q, so'zga chiquvchilar. Studiyada bormi so'zga chiquvchilar? Yo'q. Tak. Bo'lmasa, biz hisob komissiyasini nima qilishimiz kerak? Menimcha, bugun navbat hisob komissiyasi Mo'minov Muhiddinga bo'ladimi? Juda menimcha Muhiddindan savol berayotgan. Rozimisizlar? Mo'minov Muhiddin haligi hisob komissiyasini raisi etib tayinlanishga. Rozi bo'lganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Qarshi betaraflar studiyada yo'q. Rahmat. Marhamat. 5 minut tanaffus. Ovoz beramiz. Assalomu alaykum. Ertalab men boruvdimda 5-6 ta bola yuruvdi. Hozir aytdim, shu bolalar qarab o'tiribdi, men aytdim, "Qani kirib bir bitta bolalar kelgan ekan, qo'yib qaytib chiqib ketuvdim-da suytib." Men hozir qilmayapman. Ertalab boruvdim men. Bolalar so'rab ketdi, shuni aytyapman-da. Qarish.
Ya bazan aytyapti zaracham uni iflos bo'lgan. Ya bazan deb aytlar, ya termin deb aytlar. Ya zaracha aytadilar. Ya zaracha aytadilar, yo toplar. Shu savol bazan kendine. Shu uchun bu charvat bilan anlatadi. Yaxshi misolda tushunmanga keladi.
Berdim. Bermedim. Berdim. Ben birden verdim. Teşekkürler. Hurmatli kengash a'zolari, davom ettiramiz. So'z hisob komissiyasining raisi professor Mo'minov Muhiddin Ershqobo'lievga marhamat. Assalomu alaykum. Hisob komissiyasi majlisi bayonnomasi. Ergashev Sharofat Hamroyevaning fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash a'zosi tarkiblari 18 kishidan iborat. Demak, majlisda shundan 15 kishi ishtirok etmoqda. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 9 nafar fan doktori ishtirok etmoqda. Demak, 15 ta byulleten tarqatildi. Qutichada 15 ta byulleten borligi aniqlandi.
Ergashev Sharofat Hamroyevnaga fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Demak, tarafdorlar 15 ta, 100%. Qarshilar 0 ta, yaroqsiz 0 ta. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiqlab berishimiz kerak. Tasdiqlayman deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab beringizlar. Qarshilar, betaraflar studiyada ham yo'q. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiya yuzasidan kengashning xulosa loyihasi qo'llaringizga yuborilgan. Xulosa bo'yicha qanday fikrlari bor? Yaxshi yozilgan deyilyapti. Xulosa asos sifatida qabul qilsak bo'ladi ham. Tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Endi tasnifiy belgilarini ko'ramiz. Birinchisi dissertatsiya natijalari xulosalari bo'yicha 1/1. Demak, ikkinchi bo'yicha 2/1 natijalar yangi. Uchinchi bo'yicha dissertatsiya natijalarining qiymati 3/2 yuqori. To'rtinchi dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi 4/2 mavzu tarmoq dasturida, Fanlar akademiyasining rejalarida va hokazo. Beshinchi amaliy amaliyotga molik dissertatsiya natijalarining qay miqyosda foydalanganligi. Tarmoq miqyosida 5/3 va oxirgi 6-si amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalarini keng foydalanish. Keng foydalanish talab qilinadi. 6/1. Shu tasniflar bo'yicha qanday fikrlar bor? Tasdiqlash kerak, tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Rahmat. Tasdiqlandi. Marhamat, Sharofat Ergasheva, sizga so'z. Shu fursatdan foydalanib, hurmatli sovet raisi sizga, barcha sovet a'zolariga, ota-onam, yaqinlarimga, meni quvvatlagan barchaga rahmat aytaman va alohida minnatdorchilik bildiraman. Ilmiy rahbarim Janoqul Ibragimovga alohida minnatdorchilikni bildiraman. Rahmat. Sizni ham ilmiy kengashimiz a'zolari nomidan bugungi muvaffaqiyatli himoyangiz bilan tabriklaymiz. Tez orada diplomni olasiz degan umiddamiz. Ishlaringizga omad tilaymiz. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ikkinchi masalaga o'tamiz ruxsatlaringiz bilan. Demak, 01/01/02 dissertatsiya